1 metr materialdan shunaqa yengsiz kostyum tikishni bepulga o'rgatib qo'yaman. Даже onlayn kurslarda ham bunaqa kostyum o'rgana olmaysiz. Birinchi siri bismillah deb boshlaymiz. Materialimizni to'g'irlab, asos andazamizni qo'yib olamiz. Ya'ni bu yelka, ko'krak va bel qismini razmerlar degani. Ikkinchi ishimiz material tagida 40 cm joyi qoladi. Polniy 40 cm kesib olamiz kostyumimizning yubka qismi uchun. Kim nimani ko'ryapti bilmadim, lekin har bitta zakazlarimni, klient uchun tikayotgan narsalarimni mehr bilan qilishim bilinadi, to'g'rimi? Sizga ham bilindimi? Ha, desangiz like bosishni unutmang. Kostyumimizni orqa va yeng qismlarini ham bichib olganimizdan keyin har bitta kusoklarni tikishga, bir-birini birlashtirishga o'tamiz. Videoni cho'zmasdan eng ko'p beriladigan savollarga javob berib ketaman. Ya'ni qayerda tikasiz? Uyda tikaman. Nech puldan tikasiz? 150 mingdan boshlab duvoyga ko'ylaklarni 200 ming, 250 minggacha tikaman. Вечерник ko'ylaklarni nech puldan tikasiz? 500 mingdan boshlab u yog'iga ruchnoy rabotasiga qarab oshib ketaveradi qizlar narxi. Ko'pchilik tanishlarim sen arzon tikasan, lekin zo'r tikasan deyshadi. Qimmatroq tiksang bo'ladi-ku deyshadi, lekin o'ylab ko'ringlar, hamma ham chiroyli kiyim kiygisi keladi, lekin moddiy taraflama ko'tarmasligi mumkin. Hammani o'ylagan holda shunaqa sifatli va arzon tikishga harakat qilaman. Gap bilan bo'lib kostyum tikkan bitirib qo'yamiz. Sizlarga yoqqan bo'lsa like bos va podpiska kutaman. Hammaga rahmat. And if you hear this, I'm gone,